Hurmatli yurtdoshlar, tez orada o'g'limni operatsiya qilmasak, o'g'limni yo'qotishi mumkin. Mening o'g'lim Tohirjon Muhammadnazar oyisi bo'laman. Mening o'g'limga og'ir tashxis qo'yilgan beta talassemiya kasalligi bilan o'g'lim faqat qon bilan yashaydi. Sizlardan iltimos shu o'g'limga yordam beringlar. Hozir Turkiyaga olib borish kerak edi. Sizlardan iltimos o'z hissalaringizni qo'shinglar. Shu bolam tirik qolsin. Har kuni yuragimni hovuchlab yashayman. Sizlardan yordam so'rayman, iltimos, sog'at insonlar. Qo'lingizdan kelganicha shu insonga bolamga yordam qilinglar. Shu bolam masraf bo'lishiga yordam qilinglar. Bolam qiynalib ketdi. Sizlar orqali shu farzandim sog'ayib ketsa, bir umr duo qilaman. Iloji boricha maksimal videoni tarqatib, repost qilib, storylarga qo'yishingizni so'rab qolaman. Prezidentimdan va saxovatpesha insonlardan iltimos qilib so'rayman. Men Mahmudov Oqiljon Tohirjonovich, Bo'stonliq tumani Xondoyli qishlog'ida turaman. O'zim taksichilik bilan shug'ullanaman. Uyda boquvchiman. O'g'lim mana Muhammadnazar 4 yildan beri beta talassemiya kasalligi bilan kurashib kelmoqda. Hozirgi kunda o'g'lim oldinlari har 2 oyda bo'lsa, hozir 20 kunda ham doktorga borib qon quyishga to'g'ri kelyapti. Iloji boricha hokimiyat taraflama, mahalla taraflama yordam berishingizni so'raymiz.